Aslida bu voqeani men sizlarga qanday aytib berishni ham bilmay qoldim. Bir kunda ikkita o'g'limdan ajralish menga oson bo'lmadi. O'shanda Yangi yil bayrami edi. O'g'illarim chet eldan kelishdi. Ular o'qishga kirishgan edi. Grant bilan ta'tilga kelgan edilar. Bazm qildik, o'ynadik, kuldik. Kech bo'lganda hamma o'z uyiga kirib uxladi. Men ham kirib dam oldim. Ertalab bolalarimni chiqmaganini ko'rib, ularni uyiga kirdim-u, hang-mang bo'lib qoldim. Qarasam, ikki bolam gaz g'uboridan o'lib yotibdi. Qanday bo'ldi bu, nima bo'ldi, hayron bo'ldik. Dudburonga qush in quygan ekan, o'shani tozalattirmagan ekanmiz. Odamlar, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Dudburonlaringizga qaranglar, uni tozalanglar. Gazdan ehtiyot bo'linglar. Onajon, sizni nasib bo'lsa umraga yuboramiz degan edilar. Bular hammasi armon bo'lib qoldi. La 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 la. Bolam bolam jon bolam, jonim bolam jon bolam, ado bo'lgan sen emas, meni o'zim jon bolam.